Xotiralar birovdan o'ch olish uchun yozilmaydi. Yolg'on hech qachon dars bo'lmaydi. Bittagina dars olish mumkin. Bunday yozib bo'lmaydi degan. Adabiyot xizmatkor emas hech kimga. Hech kimga xizmatkor emas. Mana bu odam istedodli va yoki iste'dodsiz ekanligini men bilaman. Men adabiyot bilan shug'ullanadigan odamman. Masalan, men bilaman-da. Ana u chinovnik bilmaydi, ana bu mansabdor shaxs bilmaydi. Eng katta yuksak mukofotlarimiz O'zbekiston xalq shoiri, xalq yozuvchilari berilgan odamlarning bir ro'yxatiga qarab chiqaylik. Uyalmaymiz biz. Yozuvchilik bizni kasbimizga aylanish kerak. Biz borib bir joyga kun bo'yi ishlab kechqurun kelib she'r yozadigan yoki roman yozadigan odamga aylanmasligimiz kerak. Umrimizni qisqartirib. Bizni professional adabiyot tamom bo'ldi. Hozir havaskor adabiyot vujudga keldi. Vatanparvar adabiyot odamlarda kim shakllantiradi? Ana yerda ikkita chinovnikni borib yig'ilib olib, ha vatanparvar bo'laylik, urra deb hali bir-birini qo'l ushlashib baqirishimi? Yo'q. Adabiyot shakllantiradi vatanparvar odamlar. So'ng so'zlar kitobingiz muqaddimasida xotira ham fikr deb ta'kidlagansiz. Xotira qay tarzda fikr ko'rinishida namoyon bo'lishini qanday izohlash mumkin, ustoz? Me'morlarda bo'lsa o'sha o'zini bir yo'nalishi bor. Bu hayoti tajriba oshganda ko'rgan kechirganlarini bir ibrat tarzida yoziladigan bir narsa. Albatta bunda xotira yozilayotganda o'zini bir ma'lum qonun qoidalari bor deb o'ylayman. Birinchidan xotira hayotda ro'y berayotgan voqealarni, o'zini boshidan o'tgan voqealarni tasviri bo'ladi endi. Faqat bitta odam bilan ko'zi bilan qaraydi. Bitta odamning yuragidan o'tgani. Bitta odamni bugunidan kelib o'tgan kunlariga qarashi bo'ladi endi. Shuning natijasida bir ba'zan yoyiq esselar tarzida, ba'zan esselar endi bu hikoyalarga yaqin, faqat bu esselar hujjatli bo'ladi. Yoki bir kichkina bir gap tushib qolib, mana voy adabiyot bunday bo'ladi, mana bunday bo'ladi. Yoki she'rda men o'zida bir mana bularni o'ylab qarasam she'rda mana bunday ham bo'lishi kerak degan bir tarzda deylik yoziladi. Yoki hayotda ro'y bergan voqeani aslida bu voqea mana bunday bo'lgan ekan. Bu deylik o'quvchida o'sha davr haqida, o'sha bir asar haqida, o'sha bir ma'lum bir voqea haqida yoki deylik kichkinagina bir adabiyot haqidagi aytilgan bir gapni, fikrni yorqin ko'ngilga qoldiradigan, yurakka singib qoldiriladigan bir tarzda beriladi. Shuning uchun meni nazarimda haqiqiy adabiyot uchun, ayniqsa me'moriy adabiyot keyingi yillarda butun jahonda rivojlangan. O'sha mening so'ng so'z kitobim ham asl me'moriy kitob. Bunda jahonda rivojlangan, bu juda o'qimishli. Hozir juda o'qiladi. Meni nazarimda har bir yozuvchi bir olam, har bitta odam bitta olam va buni o'sha o'zim nuqtai nazardan qaraganda bu hayotning o'tgan voqealarning boshqacha bir qarashi ham borligini, boshqacha talqini ham borligini o'quvchi, kitob ham bilishi kerak. Faqat men ta'kidlab aytib qo'ymoqchiman. Xotiralar birovdan o'ch olish uchun yozilmaydi. Xotiralar birovdan yerga qorib tashlash uchun yozilmaydi. Xotira bu obyektiv fikrlash bo'ladi. Voqealar haqida obyektiv fikrlash bo'ladi. O'zi shug'ullangan soha haqida obyektiv bir gaplarni aytish kerak bo'ladiki, bu keyingi o'zidan keyingi keladigan, masalan bir yozuvchi shoir yozadigan bo'lsa, o'zidan keyingi keladigan avlod buni o'qib ma'lum bir xulosa chiqarib, dars olib adabiyotga nimaga bir qarashi shakllanishi shart deb o'ylayman. Mana millatlar, xalqlar tarixida turli voqealarni boshdan kechiradi. Yillar o'tib o'sha xotiralar butun xalq uchun umumiy fikrga aylanishi mumkinmi? Shunday hodisalarga guvoh bo'lganmisiz?
mana bu bugungi o'tayotgan voqealarmi yo o'tgan voqea? Deylik, masalan, istibdod davrlarini ko'rdi va umumiy o'sha xotiralar unda bir fikr paydo qilib, masalan, ozodlik harakatiga undashi mumkin yoki boshqa bir. Endi albatta bugungi real hayotdan, kechangi o'qimishli odamlar kechangi xalqning hayotidan, bunisidan, unisidan dars oladi. Bu darslar albatta adabiyotda aks etadigan bo'ladigan bo'lsa, albatta yangi bir gap aytishga, biz bunday yashab bo'lmas ekan, mana bunday bo'lishi mumkin ekan degan gaplar. Endi qahramonlariga singdirilib aytiladigan gaplar bo'ladi. Siz o'tgan kunlarda o'qigansiz-ku. Otabekning suhbatlari, Marg'ilondagi suhbati, Yusufbek hojining uyidagi suhbatlar, bular bekorga osmondan tushib kelgani yo'q-ku. Bu Abdulla Qodiriyni o'zini mana shu hayotni ko'rib, Rossiyani oldida mag'lub bo'lgan Turkistonni ko'rib, haligi chiqargan xulosalari orqali bu qahramonlarning og'ziga solingan va aytilgan. Shuning uchun bugunga kelib mana mustaqillik bo'lgandan keyin biz Daho Abdulla Qodiriyni asarlarini qadriga yana bir marta yetyapmizki, bu mustaqillik uchun ma'lum bir zinalar bo'lganini, masalan, o'tgan kunlar biz anglab yetyapmiz. Yolg'onlar hammasi o'tib ketadi, yolg'on adabiyot o'tib ketadi. Haqiqatni yozadigan adabiyot, bu hayotga tik qarab, tik ko'z bilan qarab, halol yurak bilan qarab aytilgan gaplar, halollik bilan aytilgan gaplar meni nazarimda adabiyotda qoladi va keyingi avlod uchun xuddi boshda aytganimdek dars bo'ladi. Yolg'on hech qachon dars bo'lmaydi. Bittagina dars olish mumkin. Bunday yozib bo'lmaydi degan. Jadidlar adabiyotini siz bir olib qarang. Mustaqillikka orzu qilgan Fitrat asarlari, Cho'lponda asarlari, bular bizni daho yozuvchilarimiz tashlab ketgan bizga vasiyatlar bo'lib tuyuladi. Vasiyatlar bo'lib tuyuladi. Biz hech qachon buni unutmasligimiz kerak. Bu asarlarni nomini sanash uchungina bilan cheklanib qolmasligimiz kerak. Bu asarlarda bugungi o'zbeklarning yuragiga, ruhiga qanaqa singdirishni o'ylashimiz kerak. Istedodli odamlarning asarlarini o'quvchiga, kitobxonga, o'zbek xalqiga, haqiqiy ertaga biz ko'rmoqchi bo'lgan o'zbek odamining ko'ngliga qanday singdirish kerakligini biz o'ylashimiz kerak. Kecha biz yashab o'tgan adiblarimizni, bugun ijod qilayotgan adiblarimiz orasida ham shunaqa loyiq asarlar bo'lsa, bularning ham bor bu asarlar. Topish kerak, bilish kerak, aniq qilish kerak. Endi shuning uchun maktablarda xristian maktablar tuzish, maktab darsliklarini tuzish nihoyatda katta mas'uliyatni talab qiladigan narsa. Biz bugungi kundagi bir gaplardan kelib chiqmasdan, konjunkturadan kelib chiqmasdan boshqa bir o'zbek xalqining abadiyati nuqtai nazaridan, manguligi nuqtai nazaridan bu asarlarga qarashimiz lozim. Men hozir fikr ma'nosida aytyapman. Yana bir asarda har qanday adabiy asar bu estetik voqea. Bo'lmasa shu gapni o'zi aytib qo'ya qolasan-da, vatanni yaxshi ko'rish deysan fikr. To'g'rimi? San'atkorni, bo'lajak san'atkorni qalbini shakllantirishga, shu odamga duch kelib qolgan bo'lsa, uni qalbini shakllantirishga juda katta rol o'ynaydi. Bitta halol odam. Endi yonidagi qo'shnisi adabiyotga qiziqqan qo'shnisi ta'sir o'tkazadi. Xullas kalom juda ko'p odam ta'sir o'ynaydi, lekin o'zini vazifasiga ko'ra mana shu ta'sirni o'tkazishga shart va lozim bir odamlar borda, bular adabiyot o'qituvchilari. Birodarim, adabiyot o'qituvchilari bugungi adabiyotni bilmaydigan, bugungi adabiyot bilan qiziqmaydigan yoki u qiziqish uchun bir sharoiti, ma'lum bir sharoiti bo'lmagan, masalan, kutubxonaga boray desa, aniq o'sha narsa haligi buni qiziqtiradigan narsalar bo'lmasa, yoki bo'lmasa darslikda chalkashliklar bo'lsa, konjunktura bilan kirib qolgan odamlar bo'lsa, voy mana bu faloncha ordinda olgan, mana bu faloncha unvonda olgan, buni ham bir asarni qo'shishimiz kerak deb qo'shiladigan bo'lsa, bir bemaza asarlar qo'shiladigan bo'lsa, qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, noloyiq asarlar bizni adabiyotimizga dog' tushiradigan, bizni aslida adabiyot bo'lmagan yoki bo'lmasa, aslida adabiyot uchun
bir kunlik qiymatiga ega bo'lgan bir asarlar haligi datchiklarga yoki boshqa joylarga tushib qoladigan bo'lsa, yo kutubxonada o'sha xildagi bir kitoblar turadigan bo'lsa, bunda vazifasini o'tamagan bo'ladi. Yoshlarning masalan adabiyot borasida iste'dodi bo'lsa adabiyotga, san'at bo'lsa san'atga iste'dodi borlarini o'sha san'at, adabiyot haqida ilk tasavvurlari paydo bo'lishi, qanday kechishi haqida gapirdingiz. O'zingizning bolalikda o'sha adabiyotga mehr qanday paydo bo'lgan, ilk tasavvurlar qanday paydo bo'lgan? Kuzatamiz, masalan, boshqa joylarda ham kam emas, lekin Boysunda o'sha adabiyotga, san'atga ixlosmand va shunga iqtidori bor yoshlar juda ko'p va o'shalarning ichidan yetishib chiqib bir namoyonda bo'lganlari ham bor. Masalan, birgina siz ta'lim olgan maktabda O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev, O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A'zam ham o'qigan. Keyin boshqa sohalar bo'yicha ham san'at borasida ham namoyondagi aylangan ijodkorlar bor. Siz o'sha bolalikda bir esga olsangiz. Bolalikda meni ko'p narsa tarbiyalagan deb o'ylayman. Birinchidan islotni o'sha haqida ozgina gapiraylik. Islotni Xudo beradi. Masalan, bolani deylik, o'roqchilar g'allani o'rib qaytayotganda aytgan qo'shiqlari yuragini titratib turganda bola o'zi sezadi, hayrat bilan qaraydi unga. Yoki galagov haydayotgan xirmonda bug'doyni yanchayotgan hali galagov haydaganlarni mayda deb aytiladi. Ularning qo'shiqlariga qarab hayratga tushishi yoki bir kechgina uylarida bir o'tirishlarda, boshqalarda qo'shnilarga bir baxshini kelib aytish yoki bir musiqachini kelib bir musiqa chalishi, bu juda ko'p narsa beradi. To'xtovsiz deylik hayotda duch kelgan narsalardan u o'ziga o'sha ruhi uchun oziqa ola boshlaydi. O'zi bilmaydi hali. Yoki bir gulda ochilganini ko'rib qolib, voy deb to'xtab qolish. To'satdan negadir buni qanday qilib yozish mumkin deb o'ylab qolishi. Bu rangni nima deb tasvirlayman? Bu rang sariq desam sariq emas, qizil desam qizil emas, bu desam bu emas. Bu rangni men qanday yozaman? Hokazo ko'p o'ylar aylanadi boshda. Shoir, adabiyotchi bo'lib yetishadigan yozuvchini umuman eng katta muallimi esa undan tashqari. Mana shu turmush, mana shu hayot. Bolalikdan juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rgan, ko'z oldida o'sha qiyinchiliklar boshqalarning hayotida, o'zini hayotida, boshqalarning hayotida ro'y berayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan, hayotni achchiqligini tatgan odamlarda o'sha Alloh bergan iste'dod bo'ladigan bo'lsa, yozadigan narsalari boshqacharoq chiqadi. Yolg'on tuyg'u bo'lmaydi. Men bolaligimda urdim deb yozsa haqiqatan urgan bo'ladi. Men faloncha yomg'ir yog'ib o'tdi. Jala yog'di, do'l yog'di, bog'larning ustidan o'tib ketdi. Mevalarni urdi deb xafa bo'lishini tasavvur qiling siz. Demak, hayotda, turmushda, tabiatda ro'y berayotgan minglab voqealar yuragida aks etadi. Va bu bir kun kelib she'rga aylanadi, hikoyaga aylanadi, romanga aylanadi, boshqa dramaga aylanadi, boshqa asarlarga aylanadi. Meni bolaligim juda rang-barang o'tgan. Men qiyinchilikni ham ko'rganman. Yetimlik azobini ham ko'rganman. Yo'qchilikni bilaman har holda. Men yamoq kiyimlar kiyganman. Bular faxrlanib aytib qo'yay. Yaloq kiyimli ko'rganman. Men nazarimda birinchi paypog'imda shu 5-sinflarda kiygan bo'lsam kerak. Yo'qchilik odamlarda o'zi ham hali qanaqa yashash kerakligini bilmagan bir paytlar. Yashay desa, falonda yashay desa kuchi yetmagan paytlar. Ilojsizlik degan zamonlar bo'lgan. Ilojing yetmaydi. Siz shu ta'kidlab o'tganingizdek, she'rlaringizda o'sha o'zingiz yashagan bolalik, el xalqning siymosi, o'sha muhit yaqqol bir
surat kabi namoyon bo'ladi. Hozir agar mumkin bo'lsa, do'stingiz, bir umrlik yelkadosh, adabiyotda ham hamqadam bo'lib yurgan ustoz yozuvchi Erkin Azamga bag'ishlangan balladani o'qib bersangiz, ayni muddao bo'lar edi. Albatta o'qib beraman hozir. O'sha she'rda bu Erkin bilan meni hayotim juda bolalikdan kesishgan. Ikkalamiz birga o'qishga kelganmiz. Endi shu she'r Erkinniki ham she'r. Shuning uchun Erkinga bag'ishlaganman. Dash haqida ballada Erkin Azamovga bag'ishlanadi. Qarang, eshikka termilib, uf tortadi. Uf, mana tong chog'ida ishga ketyapman, yurak azobdasan, qanday dard ezar. Junjikib, egasiz it kabi g'amgin vokzal maydonida yolg'iz dash kezar. Bu she'rda ham yozilganiga ancha bo'ldi. Ko'p odamlar o'qidi. Buni juda ko'p odam yaxshi ko'rgan bu she'r. Rahmatli Shukur akam yaxshi ko'rardi. Keyin Said Ahmad aka yaxshi ko'rdi. Nihoyatda yaxshi ko'rgan. Ana u she'ring bor-ku, dash voysining bor-ku ergashib kelak. Derdi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov ham shu gapni menga aytgan, shu she'r haqida aytardi. Ana u she'ring bor-ku derdi. Vokzalda kezadigan haligi boysining bor-ku, yaxshi she'rda derdi. Rahmatli shu odam ham o'qib shu she'rni bir o'qigan ekan. Murod Muhammad do'st yaxshi ko'rardi bu she'rni. Keyin bir kinosiga chaqirib, bir qaysidir bir kinosida shu she'rni zapis qilib olganda, qahramonlar hali radiodan o'qiyotganimda go'yo eshitadi. Qaysi bir kinoda shunaqa bor. Umuman uncha bir arzirli she'r bo'lsa, tarixi paydo bo'la boshlaydi. Tarixi paydo bo'la boshlaydi va har bir avlod tomonidan qayta o'qiladi, qayta kashf etiladi, qayta yuragiga singiydi.
haqiqiy adabiyot har bir avlod tomonidan qayta o'qiladi. U tokchaga terib qo'yilmaydi. Bu o'tib ketdi deb. Men bu she'rimda mana sizlar yosh avlod vakillari, adabiyotimizni yosh avlod vakillari o'qinglar deb taklif qilib turishi ham menga juda yaxshi. Adabiyotimizni yosh avlod vakillari o'qinglar deb taklif qilib turishi ham menga juda yaxshi. Chunki bu she'rda ustoz o'sha sanab o'tgan shaxslar endi ancha yo'lni bosib o'tgan, o'sha bolalikdan, o'smirlikdan ketayotgan damlarini eslaydi, orzu armonlar bilan. Yoshlar esa endigina shu bolalikdan, o'smirlikdan uzoqlashyapti. Siz poytaxtga yosh shoir bo'lib borgan paytlaringizda muhit qanaqa edi? Bugungi muhitdan qanday farq qilardi va shakllanish bosqichlari qanday kechardi? Men adabiyotga kirib, adabiyotga she'r yozib qiziqa boshlagan paytimda o'zi bu adabiyot uchun hayotda tor edi. Biz hozir o'qiydigan kitoblardan o'tgan kunlar chiqqan edi. Qisqartirilgan variant oqlangan edi Abdulla Qodir. Cho'lponlar oqlangan deb aytishdi-da, negadir asarlarni bosishmagan edi. Usmon Nosirda she'rlari bor edi. Keyin biz shu maktabda yuqori sinflarida o'qiy boshlaganimizda Erkin Vohidovda, Abdulla Oripovda, Shukur Xolmirzayevda asarlari paydo bo'la boshlagan. Boshqa yozuvchilarimizni hozir juda ko'p aytishim mumkin. Ismi familiyalarda va o'sha yillarda o'zbek romanchiligi juda qattiq rivojlangan. Biri o'rtacha, biri umuman yomon, lekin yaxshilari ham buni ichida nihoyatda ko'p bo'lgan. Katta yozuvchilarimiz yoza boshlagan. Masalan, biz doim o'sha yillardagi yangilanish davrini eslaganimizda Rauf Parfi, Erkin Vohidov, Abdulla Orif bilan cheklanib qo'ya qolamiz. Lekin uni yonida ham katta, juda yaxshigina shoirlar ijod qilgan. Juda zo'r she'rlar yozgan o'sha paytda yana bitta juda ulardan kattaroq bir adabiyotga ertaroq kirib kelgan odam bor, bu Asad Muxtorning she'rlari. Nihoyatda chiroyli she'rlar. O'sha she'rlarni ham men istardimki, yosh avlod bir qayta o'qishini istardim. Bu yerda zamona zayli bilan yozilgan narsalar ham bor, chunki Stalin davridan endi chiqib kelyapti. Fikrlashda ma'lum bir chegaralari juda qattiq bo'lgan. Undan chiqish uchun bir intilishlar bo'lgan. O'sha Asqat akani o'sha paytda ketma-ket e'lon qilingan she'rlari bor sharhlarida. Bu adabiyotimizni, madaniyatini rivojlantirish uchun juda katta hissa qo'shgan she'rlar. Asqat Muxtorda o'ziga xos bir yozuvi bor. O'zbek she'riyatini, madaniyatini yuksaltiruvchi bir deylik o'ziga xos yozuvi bor. Uzun kalta satrlar. Bir bo'g'in 11 ta, bittasi 15 ta, bittasi 8 ta, bittasi 6 ta. Nafasi uzun, haligi qisqa qilib bir yozishlari bo'lgan Asqat akani nihoyatda chiroyli she'rlar bo'lgan. Keyingi yillarda ham bir kitoblar nashr qildi, juda chiroyli kitoblar nashr qildi. Biz deylik o'sha paytda yoki Husniddin Sharifning ham bir yaxshi bir she'rlari bor. Husniddin aka juda kommunist shoir bo'lgan. Leninga, unga, bunga ko'p bag'ishlab yozgan, lekin ichida bir chiroyli she'rlari bo'lardi-da. Masalan, baliq falsafasi degan bir she'r bo'lgan. Bir qator she'r 3 marta takrorlanadi. Dumini likillatadi, olg'a ketadi. Dumini likillatadi, olg'a ketadi. Dumini likillatadi, olg'a ketadi. Qani bu she'r baliq falsafasi? Shuni eskir deb ayting qani? Eskirgani yo'q, juda qiziq. Boshqa bir shoirlarimizning ham bir she'rlari bo'lgan. Masalan, she'riyat asosan birinchi boshlaganda juda baland yozgan Cho'lpon Ergashev degan shoir bor. Deyarli ruhiy bir qanaqadir ortiqcha ruhiy zarba oldi u. Bir qanaqadir purkutib tashlandi. Lekin uni birinchi yozgan she'rlari nihoyatda chiroyli she'rlari paydo bo'lgan. Endi mana biz adabiyotimiz nima bo'lishi kerak? Biz uchun har bitta yurakdan chiqarib yozilgan narsa adabiyotda qolishi kerak. Bu mavzularga qaytamiz. O'sha sizda shoir sifatida shakllanishingiz qanday bo'ldi? Men shoir sifatida shakllanganimda mana shu odamlarni o'qigan bo'lsam kerak endi. Shuning uchun tilga olib o'tiribman.
mana shu odamlarda o'qigan bo'lsak kerak. Keyin adabiyot faqat O'zbekistonda bo'lmagan-ku. Navoiyni o'qishga tutinganmiz, Boburni o'qishga bir harakat qilganmiz. Undan tashqari ham Mashrab, Nodirab, endi juda ko'p. Keyin meni baxtim bo'lgan bitta. Boshqalardan bitta katta haligi unday chetga chiqqan baxtim bo'lgan. Men baxshilarni xalq dostonlarini juda yaxshi bilganman va baxshilarni ijrosini ko'p eshitganman. Natijada nega mana o'shanga o'xshab yozib bo'lmas ekan degan bir fikrlar paydo bo'lgan. Masalan, Baxshona degan turkum bor. Buni uzoq yillar ham ko'p yozildi, bir 30, 40, 45 she'rlar paydo bo'ldi. Har bittasi kichkina dostoncha she'rlar. Siz bilasiz. Kichkina dostoncha, mitta dostonga o'xshash she'rlar, ba'zilari qo'shiq bo'lgan, o'sha mashhur Karvon qo'shiqlari. Endi buni men o'sha baxshilardan olgan ta'limimdan kelib chiqib qilgan. Men hech narsani deylik, bu nima bo'pti demaganman. Yurakka tegadigan joyi xalq qo'shiqlaridan tortib, zamonaviy jahon she'riyatidagi narsalarni, o'zimizni o'zbeklar she'riyatini hammasini o'zlashtirishga harakat qilganman. Men shakl jihatda ham aytaman, shakl bejiz she'riyatda shakl juda katta rol o'ynaydi. Mana siz qarang-da, Yapon, Xitoy she'riyati bor. Hakku, pakku deb yozadiganlar ko'payib qoldi. U tagiga tushmagan bittasi. Bittasi ham tagiga tushmagan. Birov paka ehtimol tushgan. Endi o'zi asli Xitoyniki bu. Xitoyliklar Yaponiyani zabt etganda Xitoydan bu she'riyat Yaponiyaga oqib kirgan. Lekin nega ko'plar buni Yaponiyaniki deb beradi? Asli u yoqda. Xitoyda o'sha Tan imperiyasi davridagi masalan she'riyat, nihoyatda katta she'riyat. Endi bizda bir satr bo'ladigan narsa ikkiga bo'linib beriladi. Ularda. Keyin men shuni tajriba qilganman. 11, 16, 7, 8 kichkina she'rlarda bo'g'inlarda ikkiga bo'lib berganman. Masalan, 6 bo'g'in bir satr, 5 satr, keyingi 5 bo'g'in bitta satr. Shunda o'qish, his qilish birdan o'zgarganmiz deganman. Shakl bejiz emas demoqchiman. Masalan, ta deb aytmaysan. Bir to'xtab qolib, keyin o'tasan. Yana bir to'xtab qolib, yana o'tadi. Meni sog'inch degan turkumim bor, agar eslagan bo'lsangiz. Bu o'shalardan qilingan tajribalarim asosida yozilgan narsalar. Xullas kalom aytmoqchimanki, jahon adabiyotiga qiziqish, bugungi she'riyatimizdan o'qib olib, yana bu dunyoda nima bo'lyapti degan gapni o'qish, o'rganish nihoyatda katta bo'lgan. Mana shu o'qish, mana shu izlanish, mana shu intilish, o'sha bizning yoshligimizga xos narsa. Meni tengdoshlarim juda o'qimishli odamlar bo'lgan. Bir davrada kirib kelganingda, masalan, Borges yoki u paytda markazlar o'zbek tilida umuman bo'lmagan. Bular haqida gapirish xuddi qo'shnisi haqida gapirayotgan gurung bo'layotganda gurung bo'lganda endi aytyapman-da. Keyin o'sha o'qish davrida faqat qoyil qolish emas, boshqa bir narsalar ham bor. Mana bularni qabul qilib bo'lmaydi, mana bularni qabul qilib bo'ladi. Mana bu joyim qabul qilsa bo'ladi. Mana bu joyim. Lekin biz adabiyotda bir yomon haligilar bo'layapti. Keyingi paytda yoshlarimiz faqat o'zidan katta akalarni o'qib shoir bo'lishyapti. Mana bu men aytgan izlanishlar juda kam. Masalan, ingliz tilini bilishyapti. Nega ingliz tilidan o'qilib rohat qilish kamayib ketdi? Yo'q. Tarjimalar ham hamin qadar. Endi bularni hammasini o'zlashtirish kerak. Masalan, biz fransuz adabiyoti, fransuzlar o she'riyati butun dunyoni aliga qilgan deymiz, lekin go'zal bir she'riyatlar bor. Bittasi bu she'riyat, masalan, nemis shoirlarining 20-asr, nemis 21-asr boshidagi she'riyati nihoyatda chiroyli she'riyat. Nihoyatda oldinga ketgan she'riyat. Rilkening asarlaridan boshlanib ta hozirgi yaxshi, masalan, Ulla Xongacha bo'lgan haligi she'riyat
nihoyatda katta she'riyat. Endi men rus adabiyoti endi rus adabiyoti biz juda chuqur bilganmiz. Abdulakalar, Pushkinlar deylik, Abdulaka biz uchun Pushkin Lermontov rolini bajarib bergan. Biz adabiyot Rauf aka kumush asrga boshlab bergan. Kumush asr shoirlarini she'riyati rus adabiyotida juda baland. Endi hozir mana bu Sovet ketgandan keyin rus adabiyotida ham boshqa o'zgarishlar o'sha kumush asrda davomi bo'lgan she'riyat davom etyapti. Yoki masalan Brodskiyni she'riyati bilan Vazenshenskiyni she'riyati oson bilan yercha farqi bor. Oson bilan yercha farqi bor. Yoki Yevtushenkani she'riyati bilan men bitta shu mif bo'lib qolgan bir gapni aytib qo'yay. Bir Yevtushenko juda she'rni yaxshi o'qigan. Minbar shoiri bo'lgan. Lekin Yevtushenko Yevtushenkoni falonchasi deb ko'p haligi hayratga tushmasliklarini so'ragan bo'lardim. Yevtushenko oddiy shoir, o'rtacha shoir. O'rtacha shoir. Planeta shoiri. Masalan deylik Pasternakday g'uch qilib yozishni o'rgana olmagan. U o'sha estrada she'riyati o'sha o'zini o'qishi bilan boshqasi bilan qoyil qilib ketavergan, lekin hammani qoyil qilib ketavergan, lekin u nimani she'riyati juda boshqacha she'riyati bo'lgan. Biz endi shularni o'qiganmiz, o'sha paytda shuni o'rganganmiz, hayratga tushganmiz, rad etganmiz, o'zimizni she'riyatimiz paydo bo'lgan, o'zimizda kimnidir hikoyalari paydo bo'lgan, kimnidir romanlari paydo bo'lgan. Ustoz hozir o'sha biz yoshlik davrimizda endi adabiyotga havas uyg'ongan davrda unda zamonaviy adabiyot, endi mumtoz adabiyot albatta o'z o'rnida turibdi, lekin zamonaviy adabiyot unchalik darajada kuchli emas. Masalan, she'rlar ham yangi shakllangan she'rlar ko'p emas edi. Ya'ni yuqori badiiy saviyadagi she'rlar ko'p emas edi deb aytyapsiz. Lekin o'sha paytlarda adabiyot targ'iboti, xususan she'r targ'iboti ham baland darajada bo'lgan. Bugungi kundagidan ko'ra keskin farq qilgan. Bugungi kunga kelib o'sha adabiyotning, she'riyatning targ'iboti susayishiga nima sabab bo'ldi? Men bilmayman nima sabab bo'ldi. Adabiyot targ'ib bo'lgan. Men O'ljas Sulaymonovni bir dostonni tarjima qilganman. Meni nazarimda men chiqayotgan ko'p jildli nimada 6-jildda kiradi. Bu she'r Gagarin kosmosga uchganda hayajonlanib ketgan yosh shoir yozgan. Nihoyatda yaxshi, qizg'in. Unda sovetizm ham bor, aytib qo'ya qolay. Lekin endi bir yosh yigit haligi yerni tortish kuchini buzib inson birinchi marta falakka ko'tarilganini, koinotga ko'tarilganini juda hayajonda, juda u bir kecha, yarim kechada yozgan asari, juda tez yozilgan va u Olmaotada nashrdan chiqarilib, vertolyotda listovka qilib tarqatilgan. U ancha katta she'r, bir 26-27 betlar bo'lsa kerak, bir 30 betga yaqin narsa. Men rostini aytsam, bu tarjima meni esimdan chiqib ketgan ekan. 7-8 yillar oldin bir yigit eslatib qoldi, keyin o'shanda kitobi bor ekan, topib berdi. O'shani tarqalgan, haqiqatan osmondan shaharga sochilgan. Bu kitob 100 minglab nashr qilingan. Albatta hammasi asl she'riyat emas. Lekin bor edi-da. Yaxshi adabiyotni targ'ib qilish, masalan, urush yillari poeziyasi, prozasi bo'lgan. Konstantin Simonovda asarlari, Baklanovda asarlari, Vorobiyovda asarlari, urush yillari prozasi derdi. Yoki leytenantlar she'riyati urush yillarida yozilgan. Uni bitta yarmini men tarjima qilganman ulardan. Bular 100 minglab nusxada nashr.
odamlarni kutubxonasiga, uyiga, mayli 100 minglab nusxadagi borganda 20 mingini hech kim o'qimasin. Bir chinovnik shkafiga chiroyli qilib qo'yish uchun bezak sifatida olgan bo'lsin. O paytda ham o'sha plenumlarda, sezlarda ma'lum bir masalalar qo'yib, yozuvchilarimiz bunga labbay deb javob berish kerak edi. O'zbek adabiyoti haddan tashqari javob bergan va shuning uchun labbay deb javob berilgan asarlarning bittasi ham hozir o'qilmaydi. O'shaning uchun xalq shoirini olgan, davlat mukofotini olgan, bir balolarda olgan odamlar bu asarlari ming afsuski shuncha mehnat sarf qilingan narsalar hozir yo'q. Endi hozirgi davlat siyosati, adabiyotga bo'lgan siyosati, mafkurasi bitta narsadan voz kechish kerak. Umuman voz kechish kerak. Nimadan voz kechish kerak? Adabiyotning vazifasi nimadan ekanligini birdan aniqlash bilish kerak. Ikkinchidan, adabiyot xizmatkor emasligini aniq bilmoq zarur. Adabiyot xizmatkor emas hech kimga. Hech kimga xizmatkor emas. Adabiyot bu deylik hayotda bo'layotgan voqealar ustidan ozmi ko'pmi hukm chiqarmoq. Adolat mana bu deb yozmoq. Mana bunday bo'lganimiz xato bo'ldi. Mana odamlar taqdirida mana bunday rol o'ynaydi degan bir gaplarni dalil qilmoq va bitta biron joyda bir nutq so'zlansa, 4 ta shoir mana buni yozib chiqib, urra qilib falonchayimiz mana bunday dedi, biz bunday deb javob beramiz degan gaplardan voz kechilmoq. Bu adabiyot emas. Bu o'sha xizmatkorlikning o'zi. Shuning uchun bizni bir bobolarimiz borda bizga maktab yaratib ketgan. Siz Abdulla Qodiriyni men juda maslahat bergan bo'lardim yosh shoirlarimizga. Adabiyot bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan adabiyotchilarimizga, nosirlarimizga, umuman adabiyotchilarimizga Abdulla Qodiriyni publisistikasini o'qib chiqishni maslahat beradi. Bunaqa beshafqat publisistika hech joyda yo'q. Hozirgacha hech kim yozmagan. Hech kim yozmagan. Shafqatsiz yozgan. Akmal Ikromovni ham masxara qilgan, Fazlullo Xo'jayevni ham, Oxun Boboyevni ham. U 28-yilda bir qamalib chiqqan u. Ha deb ozod qilgan. Chunki O'zbekistonni mustaqil qilamiz deb o'zlaricha harakat qilgan, hech narsa qila olmayapti. Buni ko'rgan, senlar nima deb yuruvding? Bilgan buni endi. Nima deb yuruvding? O'zlaring nima qilyapsizlar degan savollar qo'yila boshlagandi endi. Bular ham o'sha Moskvadan, Stalindan aliga olib adabiyot mana bunday bo'lishi kerak degan bir gaplar chiqqan va xuddi shu huquqda yoziladigan nimalar. Yozuvchilarda masalan Stalinga xatlari yozilgan. Sezlarda o'zbekcha nechi bet ruscha tarjima qilingan, jo'natilgan nariyoqa boshqa respublikalarda ham bu ham bo'lgan. Qani u she'riyat? Qani u she'riyat? Gazetalarda o'sha birinchi gazetalarimizda hukumatning gazetalariga birinchi betidan boshlab berilgan. Pastda bir 20 ta shoir yozuvchini nimasi turgan, keyin ularga orden berilgan, mukofotlar berilgan, haqiqat. Qani o'sha she'riyat? Yo'q-ku. Shuning uchun biz xulosalarni boshqacha chiqarishimiz kerak. Men doim aytaman. Bizdan bitta narsa talab qilinishi kerak. Badiiy yuksak asarlar yozishni talab qilinishi kerak. Boshqa narsa talab qilib bo'lmaydi. Yana bitta gap aytaman. Bizni zamonamizda bo'lmayapti-ku deb aytayapsiz. Men bunga qarshiman. Nega qarshiman? Men bir ikkita, uchta kitoblar o'qib chiqdim keyingi paytda. Nihoyatda yaxshi kitoblar o'qib chiqdim. O'zbeklar yozgan. Bittasi Alisher Mirzoyevning xotiralarini o'qib, nihoyatda ta'sirlandim. Keyin Nodira Saduqa degan qizimizning bir kitobchasi chiqdi. Bu kishi ancha yoshi, hozir endi yosh emas, 45 larga kirib qolgan bo'lsa kerak. Nihoyatda yaxshi bir kitob chiqdiki, o'qisang bunaqa so'zni his qilish, bunaqa jumlalarni tuzish, bunaqa ko'p so'zni bilish men anchadan buyon nihoyatda yetib yozdim. O'sha so'z boshida aytgan, men yozmayman endi degan. Shu eski yozgan narsalarini Ozod aka uni bir qissasini hatto
Jahon adabiyotida bosgan ekan. Hammaga rahmat aytganda men endi yozmayman. Nega yozmayman? Bizga adabiyotimizga nega adabiyotimizda bunday iste'dodlar ketib qolishi kerak? Qanaqa qilib ketib qolyapti? Biz qanaqa qadriga yetyapmiz? Adabiyotimizdagi iste'dodlar degan masala bo'ladi-da. Iste'dod deb kimni o'ylayapmiz? Iste'dod deb kimni o'ylayapmiz? Mana bu odam iste'dodli va yoki iste'dodsiz ekanligini men bilaman. Men adabiyot bilan shug'ullanadigan odamman. Masalan, men bilaman-da. Ana u chinovnik bilmaydi, ana bu mansabdor shaxs bilmaydi. Biz keyingi yillarda 21-asrdan boshlab eng katta yuksak mukofotlarimiz O'zbekiston xalq shoiri, xalq yozuvchilari berilgan odamlarni bir ro'yxatiga qarab chiqaylik. Uyalmaymizmi biz? Shumi xalq shoiri? Xalq yozuvchisi shumi? Ayniqsa shoirlar. Hali she'riyatning ichiga kirib, umuman she'rdan juda oz. Kirish narida tursin, she'rga kirgani yo'q. Umuman she'riyatdan juda oz bir odamlarga biz mukofot berib shug'ullandik. Biz adabiyotimizni yaxshilash uchun she'riyatga, adabiyotimiz, umuman adabiyotimizga bo'lgan qarashni o'zgartirishimiz lozim. Tepani aytyapman. Ikkinchi bir gap. Birodarlar, yozuvchi eng g'ururli odam, shoir eng g'ururli odam. Mana shu mustaqillik bo'lgan bo'lsa, 30 yil bo'lgan bo'lsa, men qo'rqmasdan turib aytaman, juda adabiyotga kirib kelgan juda ko'p yoshlarimiz o'sha 90-yillardagi masalan adabiyotdan ketib qoldi. Nima sababdan ketib qoldi? Mana hozir endi bir uylar qurildi, mayli, lekin u ham katta pul yoshlarimiz uchun uni sotib olishga. Mayli endi 20 yilga to'lanadi, birinchisini to'lasin deyishyapti. Yaxshi, rahmat. Lekin nahotki 30 yildan buyon prezidentimiz bir necha bor gapirdi. Yozuvchiga qalam haqi berishdi, shoirga qalam haqi berishni mudda qila olmasak. Kulgili emasmi? Men bir joydan bir kitobimni chiqarishdi. Keyin endi tarjimoni ham bor kitobda. Kelishib, gonoraringizni oling dedi, biz xursand bo'lib bordik. 1,5 million tarjimonga. Bu kitob bir 20 bosma tovoq kitob. 1,5 million muallif. 3 million. 3 million degani $300 bo'ladi. Qanaqa kun ko'radi? Bitta ministr qancha oylik oladi? Men Usmon Azimman aytib qo'yayda. Mayli 70 ga kirdim, haqqim bor, aytaman. O'zbek xalqi uchun har qanday ministerdan ko'proq foyda keltirgan odamman. Hozirgi mana shu kungacha, mana shu nuqtagacha. Meni o'qishadi keyin. Meni 100 dan ortiq qo'shiq narsalarim qo'shiq bo'lgan. Teatrlarga hayratga tushadigan bir narsalarni o'qib yig'lab chiqib ketgan odamlarni ko'pga, boshqa millat odamlari hali yig'lab chiqib ketgan narsalarimni ko'rganman. Birontasi bunga, bunday narsalarga bu o'ynashyapti, qarang qanaqa zo'r. Bunga bir anavi artistga, menga emas, anavi artistga bir mukofot beraylik, bularni o'ynashini qarang, ana rejissyorga. Kim qiladi buni? Bir tushungan odam bormi, yo'qmi? Borib idorasiga kirib olib yozib o'tiradimi? Biz kimni tavsiya qilyapmiz? Kimga bir narsa mukofot beryapmiz? Hokazo. Men o'z qadrimni bilaman. Usmon Azim maqtandi deb meni mana shunday maqtanchoqlar bor deb peshonamga urib haligi yo'q qilib qo'ysa ham aytaman. Men har qanday ministerdan ko'ra ko'proq foyda keltirdim. Har qanday hokimdan ham ko'ra. Shuning uchun men aytmoqchimanki, haqqim bor aytishga. Adabiyotimizga bunday qarash, xo'rlab qarash bo'lmaydi. Borasan, mana katta endi yozuvchilar kitoblarimiz chiqadi. Buni ham aytish kerak. Nashr chaqiradi, mana sizga 30 ta kitob deydi. Gonorar degan gapni ayta olmaymiz, uyalamiz. Biz madaniyatli odam. Shu 30 ta kitob meni bu qalam haqi. Yoki so'nggi meni ikkinchi tomim chiqdi, 20 ta. Kechirasiz, 20 ta kitob berishdi. Uni ham 18 ta qilib olib kelishgan ekan, keyin ikkitasini keyin jo'natishdi. Ikkinchisi. Men uni yillab yozganman. Har holda o'zbek adabiyotini oltin fondidan mana shu kitoblar qoladi. Aniq qoladi. Aniq bilaman.
Menga baribir. Meni eshagim bunday aytganda suvdan o'tgan. Yoshim faloncha kirdi. Qancha yashayman bilmayman endi. Bu yog'i Xudoga, bu yog'i meni foydamga. Xudo bir umr bersa yashayman, bo'lmasa yashamayman. Lekin yozuvchilarni xo'rlashni bas qilaylik. Munosib qadrlaylik. Yozuvchilik bizni kasbimizga aylanish kerak. Biz borib bir joyga kun bo'yi ishlab kechqurun kelib she'r yozadigan yoki roman yozadigan odamga aylanmasligimiz kerak. Umrimizni qisqartirib, biz o'zimizni yozganimizdan oladigan foyda hisobiga yashaydigan professional odamlarga aylanmog'imiz zarur. Bizi professional adabiyot tamom bo'ldi. Hozir havaskor adabiyot vujudga keldi. Shu 30 yil ichida qo'rqmasdan aytaman. Havaskor adabiyoti vujudga keltirdik. Haligi professional adabiyot tugadi, oxirgi vakillari biz bo'lamiz. Professional adabiyot. Biz ham endi albatta ishlaganmiz, kun ko'rish uchun ishlaganmiz, Toshkentga propiska qilish uchun ishlaganmiz, bir boshimizga bir boshpana bo'lish uchun ishlaganmiz. Qanaqasiga bu? Vatanparvar adabiyot odamlarda kim shakllantiradi? Ana yerda ikkita chinovnikni borib yig'ilib olib, ha, vatanparvar bo'laylik, urra deb haligi bir-birini qo'l ushlashib baqirishimi? Yo'q. Adabiyot shakllantiradi vatanparvar odamlarni. Shuning uchun kelinglar o'zimizni bir tartibga solaylik. Birinchi odamimizdan tortib, ana ko'chada yurgan odam bolagacha o'zini tartibga solishni o'rganish kerak. Vatan uchun nima foyda keltirayotganini bir qaytadan hisob qilib, kitob qilib ko'rsatishimiz kerak. Biz yozuvchilar uyushmasida mana buncha odam bor deb faxrlanmasligimiz kerak. Biz yozuvchilar uyushmasiga idora qurib berganimizdan faxrlanmasligimiz kerak. Bu ham kerak. Bu ham kerak. Lekin bir ishlar borki, menga bittasi aytdi, hozir gonorar berilyapti qancha? Bir kitobga dedi 4 million. Xo'p, soliq bo'ladi, boshqa. Endi shunday bo'larmish. Meni she'r kitob yozaman. She'r kitob ana prozaik kitobdan yozish azobi 20 marta ko'p. Bitta kitob qilish uchun yozuvchini 1 yil umri ketsa, shoirni 20 yil umri ketadi. Bitta saylanma qilish. Tushunyapsizmi? Ketadi, bu aniq. Endi menga bir nodon rahbar aytuvdi, shu asrning boshlarida bir maylisda adabiyotni mana shu kambag'allar yaratadi, boylar yaratgan emas dedi. Qaysi kambag'al yaratdi adabiyot? Adabiyotni o'ziga to'q odamlar yaratadi. Vazir boy Badavlat Navoiy yaratgan. Podsho Bobur yaratgan. Boy Tolstoy yaratgan. Boy deylik Turgenev yaratgan. Va hokazo. Qaysi kambag'al yaratdi? Sovet davrida qornini to'q qilib, ustini but qilib adabiyotini yaratgan. Ustoz, shu o'rinda yana o'sha hozirgi aytgan fikrlaringizdan kelib chiqsak, oldinroq bir suhbatingizda ham o'qigandim. Adabiyotni qullar emas, ozod odamlar yaratadi degan mazmundagi so'zni. Ozod odamlar, umuman ozod bo'lishi kerak bo'lgan ijodkorlar qanday qilib qul bo'lib qolishi mumkin? Buni nimasi ko'p juda. Irodasi bo'sh odamlar bo'ladi. Ya men adashgan odamlar bilan hali o'zi qullikka boradigan odamlarni men farqlayman. Masalan, Sovet davrida deylik, targ'ibot juda kuchli bo'lgan yosh shoir, hokazo. Men kommunistman deb birdan she'r yozib qolishi mumkin bo'lgan. Tushunyapsizmi? Ha, u ishonchi shu. Lekin keyin o'sgan, boshqa bo'lgan. Lekin o'zi ataylab shu bir narsalar umidida yozadigan odamlar bo'ladi-da endi-da. Keyin haqiqiy ustod hech qachon o'zi borib qul bo'lmaydi. Agar haqiqiy ustod bo'ladigan bo'lsa. O'zi borib bilib bilmay, tushunyapsizmi? Ya, bilib turib, bilmab turib uchrab turadi. Unaqalar bo'lgan, Sovetda bo'lgan ustodlar odamlar
bir ishlar qilishgan. Keyingi davrda bizda ham bor istedodli odamlar, lekin ular istedodi haqiqiy emas baribir. Agar bunday bir qarab ko'rsak. Istedodi haqiqiy emas. Demak, qayerdadir istedodda dars ketadigan joylar bor. Men jirkanish darajada haligi taassurot qoldirgan odamlar bor. Bu odamlar adabiyot odamlari emas. Haqiqiy istedod, Xudo istedod bergan odamlar bo'lsa, ular bir qadam qo'yishi mumkin, yarim qadam qo'yishi mumkin. Boring 3 qadam bo'lsa, men qayerga ketyapman deb qaytadi. U yagona o'zini Xudo bergan istedodiga bo'ysunadi. Istedod nosamimiyat, samimiy ishni yomon ko'radi. Tushunyapsizmi? Chunki uni Xudo bergan, Alloh bergan. Alloh haqni yaxshi ko'radi. Alloh haqiqatni yaxshi ko'radi. Alloh samimiyatni yaxshi ko'radi. Alloh ruhni top-toza yaraqlab turganini, yaraqlab turishini yaxshi ko'radi. Shuning uchun ana unga asar yozish. Mana bu asarni yozishga ertalab tursam qo'liga bir narsa yozaman desa, bir narsa bir 4 satr berishiga, kallasiga to'xtabsiz yozishi mumkin bo'lgan bir fikrlarni tashlab turadiki, sen yoz, sen qil, dunyoni bir kami bor, mana shu yerda bir kami bor. Keyinchi zamonaviy adabiyot doim yomon degan fikr paydo bo'ladi. Men zamonaviy adabiyotda ijod qilyapman. Lekin meni masalan keyingi mayli aytaylik, mana shu kunlarda deb aytyapsizlar. Shu kunlarda ham meni yozgan narsalar prozamdan tortib she'riyatimgacha ham ma'lum bir adabiyotimizni talablariga javob beradigan darajada yozyapman deb o'ylayman va endi mayli vasini aytmay qo'ya. Ana u tendensiyani paydo bo'lishini men nimada aytdim? Bir Ildizlar degan suhbatimda aytdimki, bizda ming afsuski o'sha saroy adabiyotining, biz yomon ko'radigan saroy adabiyotining bir belgilari paydo bo'lganini gapirib. Bor, paydo bo'ldi shu yillar ichida. U yoqdan a desa, bu yoqdan a deb. To'tiqush degan she'rim bor meni bir 8 qator. O'sha To'tiqushda aytganmanki, bu odam hech qachon o'zini gapini gapirmaydi, takrorlagan. Birovning gapini, o'sha gapni she'rga soladi. Endi yigitlar gap bunday. Bularni biz gapirishimiz kerak. Lekin iste'dodsizlar o'zini ishini qilaveradi. Sizlar ular bilan pachakilishib yurmanglar, jirkaninglar. Bunday ko'rinadi, shu ham she'rmi deb tashlavaringlar. Duch kelganda joy oshib ketaversa, o'rniga qo'yib qo'yinglar. O'rniga qo'yib qo'yinglar, kimligini bilib yurasiz. Biz avlodda iste'dodlar, meni tengdoshlarim o'rtasida iste'dodlar juda ko'p bo'lgan. Bu davraga kirolmaganlar bizni tengdoshlar. Ram juda ko'p. Kirolmaydi ham. Chunki iste'dodsiz likillab yuribdi. Bir mukofot olish chiqida, bunisida. Yana bir gap aytib qo'yay. Mukofot hech narsa emas. Men masalan O'zbekiston xalq shoirligini 42 yoshimda olishim mumkin edi. Islom Karimov meni chaqirib, buni Mirzo Kenjabek ham biladi. O'sha hujjatlarni o'qigan. Halima Xudoyberdiyeva bilan senga mana xalq shoirligini berar ekanman. Berishga tavsiya qilingan. Mana farmon tayyor. Hozir qo'l qo'yaman, ertadan boshlab xalq shoirisan deb menga aytgan. Stolda ustida ko'rganman. Men Samakaga aytganmanki, Samaka men prezapparatda ishlab yurgan paytda, mayli men o'zimcha mustaqillikka bir hissamni qo'shish uchun ishlab yurganman. O'zimcha buni tortishi mumkin. Bunday ham hali sharhlasa bo'ladi, unday sharhlasa ham bo'ladi. Lekin men o'zimcha shu bir hissa qo'shishim kelgan. Bu uzoq boshqa suhbat. Xullas qilib men aytganmanki, men bu yerda ishlab yurgan paytimda omiyman. Odamlar aytadiki, o'zi u mansabda turib oldi-da mana deb. Men keyin olganman. Chunki men adabiyotni yozishga ishonganman. Men bir narsa yozishimga ishonganman. Ichimdagi kuchga ishonganman. Haligi birovning marhamatiga emas, birovga qilinadigan xoshamatga emas. Men ham katta odamlarning yonida yurganman, lekin ularga
Qo'shamat qilib maqola yozgan odam emasman. Qo'shamat qilib she'r yozgan odam emasman. Chunki adabiyoti vazifasi men endi o'sha paytda 40 ga kira boshlagan paytim o'sha bog'lar haqidagi she'rlarim paydo bo'lgan payti o'sha kuzgi bog', qishki bog' nima bu endi bir cheti borib meni yuragimdan haqqa qarab intilish bir tazarrur bog'lari paydo bo'la boshlagan paytlar men adabiyotga qanday xizmat qilishni shu anglagan paytim bo'lgan, bilgan paytim bo'lgan. Men ko'p joyda ham aytganman, men adabiyotda haqiqiy men yozgim kelgan narsaga haqiqiy yozishim mumkin bo'lgan narsaga 40 yoshda erishdim deganman. Men u yoqdan ham kechmayman albatta, u ham meniki. Lekin haqiqiy yozish qanaqalikka men o'shanda yaqin keldim deb aytganman. Xullas kalom aytmoqchimanki, insoniyat tarixi paydo bo'lgandan buyon yaxshini yomon halolni oldida harom yurgan. Yaxshini yonida yomon yurgan. Istidodni oldida istidodsız yurgan. Lekin dunyoning ishlari ba'zan istidodsizlar o'zini juda istidodli qilib ko'rsatishni juda biladi. Juda biladi va bundan cho'chimaslik kerak. Ko'rsatavermaydimi? Vaqt ko'rsatadi. Qalbakilik o'lib ketadi. Endi ezgu niyatlar ko'p mamlakatimizda. Men o'ylaymanki, men hozir gapiryapman, men boshqa joylarda ham gapirishga harakat qilarman. Ezgu niyatlarimizni, adabiyotdagi ezgu niyatlarimizni ham amalga oshirish bir kun keladi. Keladi. Lekin mayli endi ham biz ko'rmasmiz. Biz ko'rmasmiz, lekin bizdan keyingi keladigan avlodlar men har holda istayman. Men buning uchun kurashaman. Shu bir o'zini mehnatiga yarasha bir narsa olishini juda istardim. Qalamaqa olishini. Masalan, shuni istardim. Adabiyotchi odamni zimmasida mas'uliyat juda katta. Juda katta. Bir tomonga og'ib ketmaslik, to'g'ri yo'lni topib, o'sha to'g'ri yo'ldan ketish nihoyatda qiyin. Bu chunki harakatdagi odam adashib boshqa joyga kirib qolishi mumkin agar yaxshilab saralamasa, hayajon bilan bir ish qilib qo'ysa, hokazo. Shuning uchun men istidodli odamlarni adashishni ham yaxshi ko'raman. Ular keyin haqiqatni topib oladi. Qanaqa yaxshi deydi. Qanaqa yaxshi. Mana shu hozir namuna qilib ko'rsatayotgan shoirlarimizdan 20-asr she'riyatining namuna shoirlaridan kommunizm haqida, Lenin haqida, partiya haqida haligi bir narsa yozmagani bormi? Men haligi masalan 16-plenum o'tgan o'sha sovet davrida birinchi marta qo'shib yozishlar, tanish bilishchiliklar, partiyadagi bir ahmoqchiliklar haqida ochiq-ochiq yozilgan qo'shib yozishlar O'zbekistonda to'lib yotibdi. Shunda hovliqib ketib, masalan, voh keldi deganman-da, haqiqat keldi deganman. Adashib ancha joyga borib qaytganman. Lekin meni kommunizm bilan har holda Ibrohim Rahimning kommunizmning farqi bo'lgan bo'lsa kerak. Yoki Palanchani kommunizmning farqi bo'lgan bo'lsa kerak. Xullas kalom men aytayotgan hech narsadan qo'rqmanglar. Men aytmoqchimanki, bu xatongdan qo'rqma, dars chiqarib, xulosa chiqarib olgan bo'lsang. O'sha paytda shunday bo'lgan-sanda. Men buni kitobda yozganman. O'sha paytda shunday bo'lgan bo'lsan, uyalma, chunki sen xulosa chiqarib bo'lding. Haq ketishingni aniq bilasan. Ehtimol shu qilgan xatong seni eng to'g'ri yo'lga boshlagan. Shuning uchun deylik, adabiyot odamlarining ustida mas'uliyat juda katta. Bizning adabiyotimiz xalqimizning didini, ruhini, qalbini haqiqatga bo'lgan bir intilishini hammasini bizning adabiyot o'zida aks ettirish kerak. Muallim bo'lish kerak, dars berish kerak. Ruhini tozalash badiiy yuksaklikka albatta. Xullas kalom gap ko'p gapiraman desa, lekin men negadir keyingi paytlarda gapirgim kelmay qolgan. Nega deyman? Nega desam, aqli bor odam shu yozganimdan bir o'qisa bir xulosa chiqaradi-da.
yozyapman, bir dramaturgiya, proza, she'riyatda bir narsa xulosa chiqarardi. Endi meni ikkita olgan nasihatim bu o'rtacharoq didli, o'rtacha adabiyotda o'rtacharoq bir tarbiya ko'rgan odamlar uchun deb o'ylayman. Ana u yozgan asarlarim adabiyotda mashhur bo'ladiganlarga yordam beradi, usta bo'ladiganlarga yordam beradi deb o'ylayman. U boshqacharoq narsa. Umuman adabiyotimiz o'sha asarlari bilan odamlarimizni o'zbekda tarbiyalashga yordam bersa juda yaxshi bo'ladi. Juda yaxshi bo'ladi. Ustoz, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur bildiramiz. Xudo xohlasa endi kitoblarimni o'qigan, asarlarimni o'qigan kishi albatta anglaydi ko'p haqiqatlarni deb ta'kidladingiz. Bu suhbatlarim kerak. Har birini o'z o'rni bor. Lekin men ham bir kitobxon sifatida, muxlis sifatida she'rlaringizni butun xalqimiz sevib o'qishini va shu barobarida adabiyot, asl adabiyot nima ekanligini anglab borishini istagan bo'lardim. Suhbatimizni yakunlashdan oldin sizdan iltimos qilib qolaman. Ko'ngilga yaqin she'rlaringizdan o'qib bersangiz ayni muddao bo'ladi. Men 3 ta she'r o'qib beraman. Bittasi qishki bog' she'rlar turkumidan, bittasi bahorgi bog'dan, bittasi yozgi bog'dan. Yaşamaktan qiynaldi odam. U o'yladi, kun ko'rdi bekor. Tashqarida oq edi olam, tashqarida yog'ar edi qor. U o'yladi, yengdi qish kuz, yolvarsa ham qaytmaydi bahor. Tashqarida oq libos nufuz, tashqarida yog'ar edi qor. Yolg'izlikning cheksizligida ro'zg'orini ko'rdi kim afkor. Nisbat topmay tengsizligiga, tashqarida yog'ar edi qor. Odam mayus chiqdi hovliga, yorug' olam xonasidan tor. Xush havoni bosib bag'riga, tashqarida yog'ar edi qor. O'rlamoqda ko'kda tutuni, bu uylarning nima dardi bor? Butun jismi bilan to'kilib, tashqarida yog'ar edi qor. Bosh urib uy devorlariga etdimikin sho'rlikni bezor, kechib dunyo g'uborlaridan g'uborlarga yog'ar edi qor. Chiroq yondi derazalarda, eshitildi g'aroyib kuylar, poyezd kabi allaqaylarga qator bo'lib jo'nadi uylar. Ketar edi suyumli yori, qarashida mung'ul istig'bor, maydalanib negadir qarib, o'ynamasdan yog'ar edi qor. Derazadan silkitmasdi qo'l, yig'lamasdi farzandi oshkor. Ketgunicha oppoq edi yo'l, hamma yo'lga yog'ar edi qor. Ketar edi ona izori, manglayini mushlab ustuvor, tumanlarning bag'rini yorib, tumanlarga yog'ar edi qor. Xayr deydi do'sti hamkori, sabr toqat qolmog'i dushbor. Havoning tosh bag'rini yorib, do'stlikka ham yog'ar edi qor. Chopdi uylar ortidan odam, ulgurmadi. Ulgurmadi, talpindi bekor. Tevarakda oq edi olam, tevarakka yog'ar edi qor. Odam qoldi ko'zida yoshi, o'zidan kuldi telba bor. Oqarardi odamning boshi, boshlariga yog'ar edi qor. Bahorgi bog'ning birinchi she'ri. Olamdan to'kildi gunoh. Oralagan bog'larga sanmi, gullaysanmi shunaqa Alloh, Alloh, shunday ko'karasanmi? Yomg'irlaring bir dunyo xitob, olam qayta yaraldi yangi. Mening qaysi ohimga javob, yig'laysanmi shunaqa Tangrim? Sen saxiysan, mehrdir boring, gullashing u yig'lashing oshkor. Men bir to'zg'in maysangman Tangrim, men bir qatra yoshingman Jabbor. Bu bahorgi she'rlardan. Endi o'sha nima
yozgidan o'qib beraman. Mana bu tun degan tun davul kechasi mana shunday bir bog'da davul bo'lgan. O'sha haqida. Gulladi chinor tun bo'yi. Chinor oqdi tun bo'yi. Go'yo sharsharadan ko'chganday quyun, noga paydo bo'lganday daryo. Chirog'imdan tushgan yog'dini hozir mavjlar taraydiganday, derazaning esini og'ib baliqlar jim qaraydiganday. Gulladi chinor tun bo'yi. Tun bo'yi u chayqaladi emas, bog'da qurdi bahaybat o'yin, chopdi o'zing ko'targancha dast, falak jomin beo'xshov chertib chayqalarkan masjidda sohir shundoq kirdi devorni jirtib va menga ham uzatdi chog'ir. Ikkimiz qurdik soz suhbat, alyor aytdik tonggacha, sho'xsan sog' salomat bo'ling. Ming rahmat, siz telbasiz, siz esa ulkan. Chinor qaytdi tongda bog'iga, davul bitti tungi erk, ildiz yana yer quchog'ida, devorlar but, darvozalar berk.